Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, Xudo xohlasa, bugungi videolarimiz oxirigacha erinmasdan bittadan like bosib qo'llab turamiz. Xudo xohlasa sizlarga qo'yiladi mana bunaqa egizchilar narxini sindirib chiqarib beramiz. Akalar, Xudo xohlasa, bugungi hafta kunlarimiz 14-may 2026-yil. Akalar, manzillarimiz Namangan tumani Tepa Qo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchilik qishlog'i, Qodiralagan xonadonlardamiz akalar. Kim oldingizmi? Assalomu Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolsa videoni boshidan like bosib qo'ying. Kommentariyaga otangga rahmat, o'g'il bola gazini bosding. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz oxirigacha ko'ryapsizmi, yutasiz videoni. Xudo xolsa. Bu narx sinadimi aka? Narx 2.250 ming, biri qo'chqar, biri so'lliq. Mayda chudasi. Egizakchi ham chiqadimi 2250 ta aka? Endi emas, xudo xolsa chiroyligini qo'yib beramiz. Xudo xolasa, mana akalar, Xudo xolasa videoni oxirigacha qo'llab oxirigacha ko'rib turamiz akalar. Xudo xolasa 2.200 ming so'mdan ham qo'ylab bo'lyapti akalar. Aka, bular hammasi egizakchimi bular bayda? Mana akalar, Xudo xolasa egizakchini ishqibozlari akalar, mana zo'ridan boqaman deganlarga yetib kelibdi akalar. Mana Xudo xolasa bugun shoshilib aloqada bo'lib turaveramiz akalar. Kanalimiz rivoj uchun obuna bo'lib turamiz. Xudo xolasa shunaqa zo'r narsalar bizning kanalda chiqaradi akalar. Mana aka, buni bir ma'lumotni berib o'ting aka. Buni bolasi qanaqa? Buni bolasi 2 oy amurg'ochi. 2 oy amurg'ochi. Ko'paysin. Xudo xolasa ko'paytiraman. Egizakchini bolasidan ham egizakchi olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. 2 oy ham so'lib olgan akalar. Legenda qo'y. Onasi ham gigant, Xudo xolasa kashtanda toza akalar mana. Sal endi egalari boqolmadi. Xudo xolasa akalar, mana jicha qarovsi qolgan, Xudo xolasa 2 oy 3 oy yemini berib tursan. Shu yoq bu yoqda chiqishi mumkin. Xudo xolasa qo'ylar 85 aka. Endi mana qarang. Monamda ko'tarilsa 90 ga aylanadi. Ha, Xudo xolasa olsa bo'ldi, qo'y. 1 metrdan ham o'tib ketsin inshaalloh aka. Mana Xudo xolasa ishqibozlar aloqa chiqarasiz. 2 bolasi ham so'lib akalar. Buniki aka qanaqa bolalar? Buniki ham 2 oy ham so'lib. 2 oy ham so'lib. Qo'ydi. Ekazachisi kerak, ekazach zot olaman degan odam telefon qilsin, sotaman qo'y. Xudo xolasa akalar, bugun shoshilib aloqada bo'lib turaveramiz. Xudo xolasa narxlarni ham sindirib beraman deyaptilar akalar. Mana badanni ham yo'qotmagan onasi ham akalar, tug'ib ham. Aka, bolalar necha kunlik bo'ldi buniki? Bolalari rasosa 1 haftalik bo'lgan bo'lsa. Akalar, mana Xudo xolasa 1 haftalik bo'libdi uzog'i bilan akalar. Mana bolalar, Xudo xolasa shoshilib aloqa chiqarasiz. Aka, buniki-chi? Uniki ham 2 oy ham so'lib bo'ladi. 2 oy ham so'lib aka. Xudo xolasa akalar, mana ko'paysinidan boqaman degan akalarimiz yana. Buni ham akalar, onasi ham kashshan tozasidan akalar, Xudo xolasa mana. Ishqibozlari shoshilib aloqa chiqarasizlar mana bolalar akalar, Xudo xolasa. Bolalar aka 1 oylik bo'lib qolibdi. Bularga borib qo'ygan bolalar. Xudo xolasa bolalar 1 oylikka borib qolibdi akalar mana. Aka, buni birma-bir tishlarini ham ochib ko'rsatib bering, obunachilarimiz rayonni bo'lsin. Tishi bilan narxi ham ketaveradi. Xudo xolasa. Mana qarang. 6 tish ekan akalar bu. Xotirjam telefon qilib ko'paytirib shoshilib aloqa chiqarasiz. Narxini ham bomba qilib beradilar akalar. Buniki 8 taga endi chiqaribdi akalar mana. Xudo xolasa hali bolasini olaverasiz. Buniki-chi? Buniki 6 kishi ekan akalar mana. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Aka, narxi tamom bo'ladi. Bu narximi bir boshdan aytib ketaveramiz. Ha, bir boshdan yo'q. Bo'ladigan qilib ayting, narxini telefon qilib jo'nataverasiz. Oldin qo'ying deyshadi. Bu 10 million 500 ming ketaveradi. 10 million 500 ming so'mga bu. Ha, o'zi emas, 2 bolasi bilan ketaveradi. 2 bolasi bilan Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. 10 million so'mga ketaveradi. 10 million so'mga. Xudo xolasa akalar shoshilib aloqa chiqarasizlar. Bunisi-chi aka? 9 million so'mga. Akalar, Xudo xolasa narxlar arzon bo'ldi. Shoshilib aloqa chiqarasiz. Xudo xolasa bolalarga ham juda mehribon akalar mana. Xudo xolasa shoshilib aloqa chiqarasizlar. Aka, telefon qilsa hammasini bir joyga olaman degan onachimizga xayriga ham o'tib berasizmi? Ozmas xayrni ham qilib beramiz. Xudo xolasa akalar mana shoshilib aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa narxlarni videoni oxirigacha ko'rib qo'llab turamiz akalar. Yurishlarni ham bir ko'rsating aka, qo'yib yuboringlar-chi mana. Xudo xolasa akalar mana qo'ylar hammasi tetik, sog'lomini, ishonchligini olaman degan akalarimiz mana akalar. Xudo xolasa bolalarga ham juda mehribon ekan. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Biz keyingi partiyalarga o'tamiz akalar mana. Inshaalloh akalar, Xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga sog'liqni zo'ri bo'lsa, o'zim ko'paytirib yuraman, zo'ridan olib degan oshta qilamizki, puli yengilidan aka. Puli zo'ri, arzon, yengil holat. Zo'ri kelib qoldi deb osmondan narx bo'lsa aka. Yo'q. Xudo xolasa mana akalar, qo'ylarga birma-bir ahamiyatni berib qo'yamiz akalar. Xudo xolasa ozgina, sozgina akalar mana. Menga ko'p kerak emas, 2 dona bo'lsin, zo'ri bo'lsin degan oshta qilamiz akalar mana. Yuzlari ham tiniqdan akalar, Xudo xolasa. Mana akalar, ishqibozlarga tavsiya qilib qolamiz. 2 oy ham tikdimba, ayridimba variantini akalar, mana razrezga bir ahamiyat berib qo'yamiz. Dagansi razrezga akalar, Xudo xolasa. Aka, buni yosh oyliklar qanaqa? Buni yosh oyligi bunisi mana endi yoryapti. Bunisi endi yoryapti ekan akalar. Bunisi 4 ta. 2dan 4 ishga chiqaradi. Mana akalar, Xudo xolasa o'zim birinchi bolasini o'zim olaman degan oshta olamizga akalar mana. Xudo xolasa 2 oy ham qisirmi aka bular? 2 oy ham Xudo xolasa qisir. Bizning qo'limizga 3 kun bo'ldi kelganiga. Hozir sinovlarni o'tdi aka. Olshaveradi. Xudo xolasa. Lekin yemoq ichmog'i xotirjam sinovini beramiz. Yemoq ichmog'i juda xo'ra narsalar akalar mana. Xudo xolasa ishqibozlarga tavsiya qilamiz akalar. Qisir deyishyapti akalar. Xudo xolasa bitta yaxshi qo'chqarni qo'shib bolasini olaverasizlar akalar. Bunisi ham, bunisi 4 tish, bunisi 2 tish aka. 2 tishga endi yoryapti. Xudo xolasa mana akalar.
Bunisi xudo xolasa qo'chqor yaxshisini qo'shsalar ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi ekan. Bundan xudo xolasa birinchi qoringa olaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi qo'chqorni qo'shib akalar. Aka bo'y bas qanaqa bo'ladi? Bo'y bas 75 ga olsin. 75 ga olsin. Xudo xolasa qolganiga borganda ursan bo'lishadi aka. Mana xudo xolasa akalar 75 ga olaverasizlar, qolganiga borganda ursan bo'lasizlar akalar. Men qo'ydi badaniga bir ahamiyat berib qo'yamiz xudo xolasa. Simjunidan akalar mana. O'z to'laydigan variantdan akalar. Xudo xolasa bir qash junda ichida emas, ikki o'rin ham akalar mana. Bo'lgan holat ko'rinib turibdi akalar. Xudo xolasa shoshilib bo'lgan aloqada bo'lib turaveramiz. 2 million 200 dan ham qo'y chiqarib beraman deyaptilar akalar mana. Aka buni narx tamom, qo'y o'zini maqtaydi aka. Hop, 12,5 millionga ketaveradi. Aka, baland-ku. Unaqa bo'lsa, YouTube'da yosh bola ko'rishmaydi. 12 millionga arziydi qo'y. Baland demay qo'y, narxini arzon qo'yib beraman. 12 million so'mga. 12 millionga ketdi qo'y. Bor aka. Mana akalar xudo xolasa 6 million so'mdan 12 million so'mga akalar mana. Xudo xolasa aka ikki o'g'ilni bir joyga olgan odamga yana dayinni qilib berasiz aka, xudo xolasa. Beramiz. Bo'ladigan 12 millionga yetib. Bo'ladigani shumi aka? Arzon qo'yyapmiz, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turishimiz. Mana akalar xudo xolasa o'z qimmat aytmadi, xudo xolasa qo'ylar arziydi. Borganda rahmatini aytasizlar, xudo xolasa akalar mana. Shoshilib bugun aloqada bo'lib turaveramiz mana. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Xudo xolasa akalar 3-partiyalarimizga pensiyani puliga arashan sog'liq qo'chqorlarda qidirib yurgan akalarimizga mana 3 dona pensiyani puliga ketaveradi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa narxi arzon bo'ladi. Sinadi bu. Sudagina aka. Mana akalar xudo xolasa mana shunisi qo'chqor shekilli aka. Qo'chqor bu, afg'onga chachish, afg'onni bolasi. Gibrid ekan akalar mana xudo xolasa afg'onga chachishgan. Qo'yga chachishgan, lekin afg'onni bolasi. Bular xudo xolasa sariq arashan sog'liqlar aka, xudo xolasa. Mana akalar xudo xolasa pensiya puliga ketaveradi deyaptilar mana. Qo'yga bir ahamiyatni berib qo'yamiz, xudo xolasa. Hammasi xudo xolasa yuzi toza qo'yiladi. Zo'ra kelib qolibdi deb akalar, bizda anaqa baland pul bo'lmaydi akalar. Xudo xolasa kanalimiz ham yangi akalar, obuna bo'lib tursangiz narxlari sinaveradi, xudo xolasa mana. Hammasi tik dumba, ayri dumba variantdan akalar, xudo xolasa. Mana shunisi avgenga chachishgan dedilar, mana bunisi arashanlar, xudo xolasa akalar mana. Shoshilib bugun aloqada bo'lib turaveramiz, xudo xolasa. Aka narxini boshida aytib ketaylik shularni. Narxi buni 9,5 millionga xursand bo'lishadimi? 9,5 million so'mga aka sizga laxta yarashmaydi-da, qo'lni beraylik. Biz videoga gapirib ham peshanadan terich ketyapti. Xudo xolasa aka. Kun issiq hamda 3 million 100 mingdan ketaveradi. Bor aka. Akalar mana xudo xolasa 3 million 100 ming so'mdan akalar mana bir dona qo'chqor, 2 dona urg'och sizdan akalar. Xudo xolasa shoshilib bugun aloqada bo'lib turaveramiz. Xudo xolasa narxlar siniyapti akalar mana. Yosh oylik qanaqaga bo'ladi? Yosh oylik choy uyoq bu yoqda. Xudo xolasa 3 oy uyoq bu yoqda deyaptilar akalar. Mana qo'ylarga bir ahamiyat berib qo'yamiz akalar. Garbonoslari, quloqlar xudo xolasa hamma zo'r joylashgan akalar. Xudo xolasa yoshligidan tarbiyalab olaman degan akalamizga mana. Xudo xolasa qo'ylar zo'r narsalar. Xudo xolasa mashalloh deb kommentariyaga yozib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa kanalimiz aka 1000 tadan o'tgandan keyin xudo xolasa bonuslar bo'ladimi? Bonuslar bo'ladi, xudo xolasa. Nimaki birovni chaqirib, pul berib aliqa yo'qmiz. Xudo xolasa narlarni ham sindirib turamiz aka. Bitta qo'shnimiz muhtojmi? Qo'limizdan kelganicha. O'zimiz yosh bo'lishimizda katta va'da beramiz, qo'limizdan kelgan narsani Xudo xolasa bitta bonusni yaxshi qilib chiqarib beramiz aka. Xudo xolasa kanalimiz tezroq 1000 tadan o'tsa, xudo xolasa bonuslar bo'ladi akalar mana. Qo'ylar yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz akalar. 3 million 100 ming so'mdan bugun shoshilib aloqada o'tiramiz. Akalar bitta yurishlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana xudo xolasa 3 dona bir qora varianti o'zidan ko'payib yuraveradi. Xudo xolasa shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha qo'llab-quvvatlab ko'rib turamiz. Mana akalar xudo xolasa 4-partiyalarimizga menga qo'chqorda zo'ra bo'lsa, nasllikka ham, go'sht yo'nalishga ham javob beraveradigan bo'lsa, boqaman degan oshtoqalarimizga mana 4 dona bir pachka standart variantida yetib keldi. Akalar xudo xolasa hammasi tik dumbayir dumbasidan aka. Akalar xudo xolasa zo'r dona aka. Aql o'rgatishmas anday obunachilaringizga. Lekin qurvonliqdan keyingini kutmay qo'yish olsin. Xudo xolasa pullari bo'lsa hozir olib qo'ysin aka. Hozir qo'ysin, pullari bo'lsa, chekkadagini olavering, hoji aka arziydi qo'ylar xudo xolasa. Men narxini qo'yib beraman, qo'ylar. Mana akalar xudo xolasa narxini aytadilar, xudo xolasa kommentariyaga mashalloh otangga rahmat deb turasizlar xudo xolasa akalar mana. Xudo xolasa hammasi gigant qo'chqorlar. Xudo xolasa qo'ylarga bir ahamiyat berib qo'yamiz. Hamma yo'q kelgan aka. Hamma yo'q tinig'idan akalar. Bizda zo'ra kelib qolibdi, bunaqa naslga kelib qoldi akalar. Baland narx bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasini bir joyga olgan obunachimizga narxi boshida aytib ketaylik aka bo'ladi-ya. Narximi 6 milliondan o'tib ham beramiz. 6 million so'mdan. Qo'l tashlang. Haydachudani yoqtirmaydi o'zi ko'pchilik. 5 million 800 mingdan 4 ta bir joyga ketadi. Bunday gap aka. 5 million 800 o'tib berasiz obunachilarimizga. Bir tortishishadi-da. 25 ming desam bachkani olib ketadi. U bozorda 25 ming. 50 mingdan o'tib beramiz. Aka, sizga laxta yarashmaydi. 5 million 700 ming so'mdan tekis pul sanashadi. Hammasini bir joyga bor baraka degan obunachimizga akalar. Oldim deyam, sotdim. Bor baraka. Mana akalar, xudo xolasa 5 million 700 ming so'mdan shoshilib aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa go'sht yo'nalishga ham, nasllikka ham javob beraveradi akalar. Xudo xolasa hammasi tik dumba, ayri dumba variantda. Xudo xolasa
Ular gigant bo'lib ketadi. Aka buni qo'zimi yo ekchimi bular aka? Ular endi tishini yoryapti aka. Bahosi endi yoryapti aka. Qo'zilar. Mana akalar xudo xohlasa 13 oy 14 oylik qo'chqonlar akalar mana. Xudo xohlasa qo'yiladi, yeb ichiga bir ahamiyat berib qo'yamiz. Hammasi sog'lom, ishonchligini olaman deganlar. Mana qo'yiladi. Ko'ryapsiz 85-90 deb olishadi. To'g'ri aka. Buni bo'yi 80. 80 bilishga olishadi. O'lchasi ham 80 chiqadi. Xudo xohlasa mana akalar uy oltirib qo'ymaydi. Xudo xohlasa borganda keyin ham ursam bo'lasizlar. Bugun shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Narxi haqiqiy arzon bo'lyapti akalar. Videoni oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlab turamiz. 2.250 ming so'mdan ham qo'chqor sovlilar bor akalar mana. Xudo xohlasa qo'ylarga bir ahamiyat berib qo'yamiz mana. Xudo xohlasa sizlarga oxirgi partiyaga va'da qilgan qo'ylarimiz 2.250 ming so'mdan real narxmi aka bu? Xudo xohlasa bomba bo'ladi. Bomboya aka xudo xohlasa. Va'daga vafo, xotinga javob. Biri qo'chqar, biri sovliq. 2 million 250 narxlar sinib ketdi akalar mana. 4,5 millionga ketaveradi. 4.500 ming so'mga xudo xohlasa bir oylab pensiyani pullaygan akalar. Shoshilib bugun aloqada bo'lib turaveramiz. Narxlar bomba bo'lib ketdi. Xudo xohlasa shunaqa arzon qo'ylar kerak bo'lsa, shunaqa zo'r narsalar kerak bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'lib turing. Zo'rlari bizning kanalda chiqaradi. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rgan ekansiz, Alloh rozi bo'lsin. 4.500 ming so'mga shoshilib aloqaga chiqaverasizlar kelar. Aka buni dastlabkilar qayergacha? Aka vodiy bo'ylab ketaveradi. Vodiy bo'ylab besplatni, vodiy bo'ylab. Xohlasa bugun vodiy bo'ylab besplatni kelar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Kanalga obuna bo'lmagan ekansiz, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib turinglar. Shunaqa zo'r narsalar bizning kanalda chiqaveradi. Videoni oxirigacha ko'rgan ekansiz, Alloh rozi bo'lsin kelar.